Bu paramachlarni tayyorlab, iftor dasturxonida hammadan duo olasiz. Ustilari qarsildoq, ichlari bo'lsa paxtadek yumshoqqina, souslari bilan bo'lsa juda zo'r ketadi. Xamir uchun iliq sut, iliq suv, tuz, shakar, dro'jja va tuxumni solib, birov aralashtiramiz. Elangan un va oxirida o'simlik yog'idan solib, yumshoqqina xamir tayyorlab oshirish uchun jo'natamiz. Bu orada suv yaxshi ketmayotgan va sarg'ayib qolgan rakvinamizni Bavi super очистителлari bilan tozalab oldim. Rakvinaga Bavidan qo'shib, ustidan qaynab turgan suvni solamiz. 5 minut o'tmasdan ko'zinglar quvnaydigan darajada yaltirab qoladi. Bavi super очистителlarini shahrimizdagi ko'plab do'konlardan topasiz. Nachinkasi uchun qiyma, piyoz va ziravorlar qo'shib tayyorlaymiz. Oshib do'mboqqina bo'lib chiqqan xamirlarimizni 100 gramdan tortib, un sepib, yaxshilab yoyamiz. Nachinkani qo'yib, videoda ko'rsatilgandek qilib tugib, 10 daqiqaga oshirish uchun jo'natamiz. Ana undan keyin qizib turgan yog'iga paramachlarni solib, o'rta olovda pishirib olamiz. Pishirish jarayonida ustidan yog' qo'yib tursanglar, ishib do'mboqqina bo'lib chiqadi. Ustidagi qarsildoqligini siri ham aynan shunda. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, sahifamga obuna bo'ling.